O'ziga yalinib turib oldi-yu, anchadan beri kelganmiz, bugun yopib ketadi. Endi mana videoda o'chirib qo'yarasiz-ku. Ha? Siz ham o'chirib turasiz. O'chirib turasiz? Ha. Adını aytmaydi, namoz akam og'zidan ketib qoladi, ana shu o'yadi. Evet. Peki ya sayla. Muhuddim bilan ertaman telefonlashuvdik. To'g'ri. Usta. Muhuddim bilan ertaman telefonlashuvdik. Muhuddim dedim, Ravshanbek siz ham gapga aytdimmi desam, aytdi aka, boraman bu oqshomolga, bugun maza qilib o'tiramiz gap dedi. To'g'ri. Ha deganda kelavermadi Muhuddim. Ha. Keyin Qorasuvli o'rtoqlar telefon qildi. Muhuddim ketyapti. Balonni almashtirishyapti dedi, mashinasi buzilib qolibdi. Nima aytdim, yo Muhuddinning dami chiqqan. Soat 9'da yangi bozorda oldi ko'rishamiz dedingizmi? Ko'rsatgan edingiz-a? Keli yarim soat kutdim aka. Ha. Mashina suribdi, o'zim yo'qsiz. Naqami? Keyin o'yladim-da o'zimcha. Ha. Namozov ekan to'y qilaman debdi, yo kamiga kirib ketgan. Haqiqatda men keluvdim. Shu va'dalashgan joyga. Menda oldinroq kelib, panjaraga suyanib, boshingizni ushlab o'ylanib turgan ekansiz. Ha. Aytdim, Muhuddim boshini ushlab o'ylanib qoldi, yo g'ami katta dedi. Endi yoshi 60 ga borib qoldi aka. Organizmda o'zgarish bo'ladida. Albatta-da. Doim sog'ligidan olib yuradi. Keyin o'zimcha o'ylayman. Namozov akam yo o'tar edi. Sizlar sog'ligingiz yaxshi emas-edi, endi yaxshi bo'lib qoldingiz. Ha. Bir oy buni oqtalayotgandingiz. Ha? Qadamingiz qiyshiq bosayotganingizga aytdim, Muhuddin yo o'q yegan. O'tib oryapti hozir. Bir telefon qilib bo'lsa, hol-ahvol so'rab qo'yingizdan urush beryapti, ishing nimada? Ha. Atsim kelib aytdimki, "Boring, o'tingga ham urdi." Endi biz dehqonchilik bilan shug'ullanib turamiz-da usta. Ha. Savdo ekuvdim. Savdo o'rtoq qilyapman desam, o'rtoqqa yordam beraman deb keldi. Ha. Tagasi ham yo bo'lmasa tutib panasida yotibdi, men aytdim, Muhuddin yo o'rtoqqa yaramaydi. Haqiqatda bir kun yordam beringga chaqirdik Hasarga. Chaqiruvdim. Bir kun kelib ishim yoqib qoldi shekilli-da. Ha. Ertasiga ham Indiriga yana chaqiryapti Mirzo aka. Keyin o'zimcha o'ylandim, Namozov akamga yo o'tog'im yoqib qolgan. Uka, men sizni Asarga bekor chaqiribman. Nimaga? Ko'ngilda yordam bermaysizlar. Bundan keyin sizga o'tog'im ham yo'q. Aç kezilganlar payqizdi Mirzo aka. Endi mana Hozir o'toqqa solib qo'yib o'zi dam olib o'tiribdi. Ha. Ovqatdan darak yo'q. Keyin undan so'radim, Namozov akam qani desam, o'zi gapirib yuboribdi. O o'toqda boshida o'tiribdi dedi. O'toq qiladigan odam ovqat solib kelsa yo'q-da. Ketvoribsiz. Men aytdim, Muhuddin yo egarni qoshida ketgan. Hali yuringan yangi ko'katlar o'toqlarni achib ketdi tekka solib. Ertasiga nima qilyapsizini tushuntirib oldim. Hamir ovqatni yaxshi ko'rardi, yo o'toq yeb o'tiribdi. Bize Budulgada yarim ichilgan soqchoy bor edi. Hech xizmat qilmasdanlar soqchoyni ichkariga olib kirib ketibdi-da. Men aytdim, Muhuddin savdini ichiga olib kirib yo ichib o'tiribdi. Muhuddinjon, Billa kelyapsak, yo'lda ko'ylak yirtilib qoldi akami. Men telefonaga kirib ketayda yo'qolib ketdi 15-20 minut.
keyin borib mo'ralab o'zim o'yladim-da. Ha. Namaz akam kirib olib, yo tiktiryapti. Men tiktirmadim. Sevar yo'q ekan. Igna bilan ipini olib o'zim tikib chiqdim. Buni bilgandan keyin Ravshanga nima dedingiz? Nima debdi? Namaz akam qo'lida igna bilan ip tikirdim. Yo, tikib chiqdi. Xudinjon yurtimiz mana kundan kunga obod bo'lyapti, olaringlar endi.